Cobalt mashinasi muborak bo'lsin. Gap yo'q, sizda antenna yo'q aka, sizda antenna chiqmayapti. Men Haqqoniy aka, mana keldi. Davlatda yutdim. Haqqoniy o'yinga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Akalar, tabriklaymiz hammangizni. Mashina muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Ana Oqqo'l xalqi. Mana bugun bir shodiyonida turibmizki, mana bu milliy shou, mana bizning o'g'limizga Cobalt mashinasini o'sha yutganligi sababli mana shu yerda to'y tantana bo'lib turib, kutib olib turibmiz. Mana ishonarli o'yin ekan, biz avvalo ishonmagandik. Bu o'yinda olib keladimi, yo'qmi degan hali nimalar ham bir bo'lgan. Lekin mana shu fursatdan kelib turib, mana hozir shuni guvohi bo'lib turibmiz. Bu haqiqiy ishonchli o'sha milliy shou o'yini ekan. Biz sizlardan xursandmiz, salomat bo'linglar. Hammalaring xush kelibsizlar, Oqqo'l ahli. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani, Oqqo'l qishlog'i. Shu milliy shouda qatnashib 28-turda 2 bilet olib, Cobalt avtomobil yutib oldim. Hammalaring o'ynanglar, yutinglar. Mana ishonchli o'yin ekan. Olib kelib topshirishdi o'zlari, yana o'ynayman xudo xolasa. Bundan katta mashinalar tushishga harakat qilaman. Men bu tashkilotga katta rahmat aytaman. Oilasiga qo'shganman, qo'sha qilib farzandlarning baxti kamolini ko'rsin. Yaxshi kunlarga minsin, hammalaringga xizmat qilsin. Milliy shou zo'r!